Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugungi darvozamizning Farg'ona viloyati Rishton tumani Jalerdash qishlog'iga olib kelib o'rnatib berdik. Mana xudo xolasa darvozamizdan juda ham chiroyli chiqdi. Bu darvozamiz yonida bitta eshigi bilan, eshigimiz razmeri 90 ga 230 razmerda bo'ldi. Darvozamizni eniga 3.5 ga 3.25 ga bo'ldi bo'yi. Shu darvozamiz burchli listdan tayyor bo'ldi. Yarim 2 qavatli fasonda. Ikkala yoni stoykalarimiz 8 ga 8 stoykadan, mashina kiradigan joylari 8 ga 4 shvillerdan bo'ldi. Xudo xolasa darvozamiz ham joyiga juda ham chiroyli o'rnashdi. Chetlarda ham zazurlari qolmadi. Profillarimizga keladigan bo'lsak 6 ga 4, 1,5 stena profilda bo'ldi. Listimizni birinchi qavati 1.3lik, ikkinchi qavati 1.2lik listdan. O'rtalari shumka bo'lgan. Eshigimiz razmeri 90 ga 230. Zamoklari ham original zubur zamokdan qo'yib, xudo xolasa chiroyli. Orqa holatlarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Eshigimizning orqa holatlari ko'rinishi. Mana bu darvozamiz orqa holatlari ko'rinishi. O'rtasi sentr zamok bo'ldi. Bittada ochiladi, bittada yopiladi. Xolos ochgan odam ham qiynalmaydi. Darvozamiz ochilgan holati. Darvozamizni 1 kvadrat metrni 850 ming so'mdan dastavkasi ham yo'q ichida qilib o'rnatib berdik. Har xil variantlari bor, 2 xil 3 xil. Kimga qanaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Zamogimiz ham 5 talik chiqadigan zamokdan. Orqada bitta o'zi qulflanadigani bor. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.